Universitetni o'zida o'qib turib ham yaxshi buxgalter bo'la oladimi? Universitetda o'qib turib buxgalter bo'la olmaydi. Sababi institut faqat boshlang'ich bilimni beradi va diplom beradi. Faqat ikkita narsa beradi, boshqa hech narsa bermaydi. Agarda u amaliyotini o'tab yoki staj shogirdligi darsi tushagan bo'lsa, katta daromadga chiqish va eng zo'r buxgalter bo'lishiga hamma ishonadi. Keling endi ikkita timsolni ko'rib ko'ramiz. Ya'ni ikkita talaba timsolida. Ya'ni birinchi talaba 4 yil o'qiydi, a'lo baholarga. U shogirdligiga tushib ishini o'rganguncha kamida, ya'ni 3-4 yil vaqt ketadi, umumiy hisobda 7 yildan, deylik 10 yilgacha vaqtini yo'qotib qo'yadi. Ana ikkinchi talaba esa ikkinchi kursidan boshlab buxgalteriya sohasida ishlashni boshlaydi, shogirdlikka tushadi, ish o'rganadi, ADNS dasturlarini o'rganadi va shuning oqibatida o'sha dars amaliyot ko'payganligi uchun xohlagan korxonasiga ishga kirib keta oladi, xohlagan fakultetida. Va albatta, bosqichma-bosqich, ya'ni 3 ta kursda ham bemalol ishlasa bo'ladi. Bu degani, juda ham katta daromadga chiqadi, kontrakt summalarini o'zi to'la oladi va qarabsizki, eng muhimi amaliyotga ega mutaxassisga aylanadi. Nima deb o'ylaysizlar? Ikkita talabadan bittasi qaysi biri tez amaliyot o'tab, o'z buxgalteriya sohasi bo'yicha eng zo'r mutaxassis bo'ladi? Kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldirib ketinglar.